Qo'shiq yozish jarayoni siz uchun qanday kechadi? Birinchi navbatda matnga e'tibor berasizmi yoki musiqa muhimroqmi? To'g'risini aytsam, men tayyor ideyalarni eshitaman. Ba'zida mana birgalikda yozgan paytlarimiz so'zga moslab o'zi musiqa ham keladi. So'z musiqasi bilan birga keladi. Tanlashda esa har doim eshitganimda qulog'imda qoladigan so'zlar albatta juda ham muhim, lekin musiqa ham kam emasda. Agar musiqa bilan so'z bir-biriga uyg'un bo'lsa, qo'shiq zo'r ketadi. Shuning uchun ikkalasiga e'tibor beraman. Hozirgi estradada musiqasida qanday trendlar kuzatilmoqda? Siz ularga ergashasizmi yoki o'z yo'lingiz bormi? Trendlarga ergashgandan ko'ra, menimcha trendni o'zingiz qilganingiz yaxshi. Shuning uchun harakat qilamiz qandaydir qo'shiq yaratishga va uni muxlislar faqatgina trendga chiqarishadi. San'atkor sifatida qaysi janr sizga yaqinroq va kelajakda yangi janrlarda o'zingizni sinab ko'rmoqchimisiz? To'g'risini aytsam, men har xil yo'nalishda qo'shiqlar kuylaganman. Endi qanaqa ma'noda? Milliy qo'shiqlarim ham bor, milliy estradada, vokalni qo'shiqlarim, ozgina jazoviy variantda qo'shiqlar. Menga hamma yo'nalishda yoqadi, muhimi o'zim bo'lib aytib berishim. Sizning eng ko'p tinglagan qo'shig'ingiz qaysi va nima uchun odamlar uni shunchalik yaxshi ko'rishadi deb o'ylaysiz? Mani o'zimnikiman. Mani o'zimniki o'sha siz aytgandek trendga chiqqan paytiga qarab, o'zini paytida saharlar, undan oldin daydi bo'lgan. Hozir kechira eshitishyapti. Xursandman bundan. Hozirgi kunda san'at olamida siz uchun eng katta ilhom manbai nima? Men tabiatdan, o'zimning hayotimdan, yaqinlarim bilan birga diydordan albatta odam xursand bo'ladi. Mana shu xursandchilik ilhomni keltirib beradi. Ba'zida siqilib qolsangiz ham o'sha ham ilhom manbai hisoblanadi. Shuning uchun hayotingiz o'zi ilhom manbai aslida.